Mana bitta yana Allohning mo'jizasi mana chiqishni boshladi mana tuxumda. Shunday tuxumda rivojlanib yorish arafasida. Jo'ja aynalatda tuxumni ichida aynali mana shunaqa qilib yorib chiqadi mana. Oxirigacha yoradi, unday aynalib yoraveradi. Mana janavor. Tuxumni ichida aynaladi jo'ja. Cho'qib yorib otib chiqadi. Ha, janavor. Yorib bo'lib turib kallani pastga egadi. Boshini pastga egib turib, oyog'i bilan boshda beli orqali tuxumni tepasini ko'taradi jo'jalar. Yur endi bos. Bu qolasi. Kallasi mana bu yerda qimillayapti, mana boshi bu yerda qimillayapti. O'sha aylanib cho'qib bo'lgan, boshni pastga qilgan, oyog'ini pastga qilgan, belida itaryapti tuxumni po'chog'ini. Bu ham Allohning bir mo'jizasida bu mana. To'g'risi mana sabrim yetmaydi. Keyin ochib beramiz. Mana janavor, mana. Bir xiyla buni erta kunda tumshuq chiqsa ochib qo'yinglar, buni qon tomiri bo'ladi mana, kallasi pastdan ko'tardi o'sha kallani mana. Janavor mana chiqdi. Mana janavor. Ruminskiy mana. Mana hozirgi chiqqan kichkintoyimiz. Shu yerda qurib oladi mana. Ular sekin chiqayotganlar. Bu yerda ochib chiqadi hammasi. Barakasini bersin.